ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish maqsadida elektron poliklinika loyihasi amalga oshirilmoqda. Mazkur tizim yordamida aholi uydan chiqmagan holda o'ziga qulay vaqtda shifokor qabuliga yozilishi, o'z hududidagi muassasa va shifokorlar haqida ma'lumot olishi, ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini ham baholashi mumkin. Loyiha taqdimoti poytaxtimizning Yangi Hayot tumanidagi 66-oilaviy poliklinikada bo'lib o'tdi. Tibbiy ko'rikdan o'tish uchun siz o'qish yoki ish joyingizdan ruxsat olishingiz, tibbiy kartani qidirishga vaqt ajratishingiz yoki shifokorga uchrash uchun talon olib, uzoq navbatlarda turishingiz kerak. Bularning barchasi vaqt va kuch talab qiladi. Bu borada qulaylik yaratish maqsadida elektron tizim ishlab chiqildi va bu jarayondan onlayn tarzda o'tish mumkin. Mazkur platformaga Toshkent shahri va viloyatlardagi aksariyat oilaviy poliklinikalar ulangan. Masalan, yaqinda Yangi Hayot tumani aholisi uchun barpo etilgan yangi oilaviy poliklinikada raqamlashtirilgan tizim orqali shifokor qabuliga yozilish odatiy hol. Yangi Hayot tumanida yashaymiz. Farzandimni medko'rikka olib kelgandim. Elektronlashtirilgan tizimda ro'yxatdan o'tdik. Stomatolog ko'rigiga shundoq kirib chiqdik. Endi vaqtimiz tejalib, vaqtligini uyimizga yetib olamiz. Ismi sharifimni bazaga kiritib, qaysi shifokorga uchrashim kerakligini so'rashdi. Menga zarur shifokorlar ko'rigiga talon berishdi va qisqa vaqt ichida barcha mutaxassislarga hech qanday navbatlarsiz kirib chiqdim. Avvallari kartamizni yo'qotib qo'yishlari yoki xonalardan qidirib yurishlari mumkin edi. Kartamizning o'zi ham tahlillar javoblari, shifokor xulosalari bilan to'lib ketardi. Endi esa biz uchun juda qulay tizim yaratildi. Elektron poliklinika dasturi sinov tariqasida Chilonzor tumani markaziy ko'p tarmoqli poliklinikasida ham tatbiq etildi. Birinchidan bu shifokor biladi, qaysi bemor bugun qabuliga kelyapti. Shifokor tayinlanadi. Masalan, bemorda gipertonik kasalligi bor. Men buni qanaqa qabul qilaman yoki shu hamshirani tayinlaydi. Mana bemorni tezroq qabul qilaylik, buni davleniyasi bo'lishi mumkin degan masalalar ko'rib chiqiladi. Qog'oz variant, ambulator karta bo'ladimi, jurnal bo'ladimi, keskin kamayadi. Bu jurnalga yozilish ham bo'lmaydi, o'sha shifokor bu jurnalga yozmaydi. Faqat bemorni qabul qiladi va kompyuterda shu bemorni ro'yxatdan o'tkazadi. Bu bemorga ham, shifokorga ham juda ham katta qulaylik, ko'proq bemor uchun ishlaydi. Ko'proq bemor bilan shug'ullanadi. Dastur taqdimoti respublikamiz viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalari rahbarlari ishtirokida o'tkazilgani, tizimning butun mamlakatimiz miqyosida bosqichma-bosqich joriy etilishi asnosida kelib chiqishi mumkin bo'lgan masalalarga oydinlik kiritish imkonini beradi. Farg'ona viloyatida hozirgi kunda Oltiariq tumani, Farg'ona shahar, shundan birgalikda Marg'ilon shahrida mana shu jarayonlar amalga oshirilyapti va qadamlar qo'yilyapti. Haqiqatan ham bu samarali. Shuning uchun men o'ylaymanki, albatta bu jarayonda barcha respublika bo'yicha amalga oshirilsa, faqat ishimiz yengillashadi. Shuningdek, yangi tizim onlayn ro'yxat, masofaviy diagnostika, bemorlar monitoringi, elektron retseptlar, virtual shifoxona xizmati va hattoki telemetriyani o'z ichiga oladi. Bu esa kelajakda hatto uydan chiqmay turib ham kerakli malakali tibbiy yordam olish imkonini beradi.